Oybek aka, $1 million mebel biznesingiz bor. Mana shu biznesingizni noldan boshlaganingizda kimlarni birinchi ishga olasiz yoki yo'q? Zo'r savol qani. Moliyachi. Olmayman. Biznes boshlangan vaqtda moliyachini keragi yo'q. Undan ko'ra uni mebel sifati va servis rivojlantirishga sarflagan yaxshiroq. Kotib yoki yordamchi. Uni ham keragi yo'q. Biznes yangi boshlangan vaqtda iloji yo'q, ko'p ishlarni inson o'zi qilishga to'g'ri keladi. Marketolog. Marketolog 100% olgan bo'lar edim. Hozirgi vaqtda marketingsiz bozor tasarruf qilib bo'lmaydi. Video montajchi. Uni ko'rish kerak, menimcha tashqaridan yo'llab turgan yaxshiroq boshlanishda. Dizayner. Dizayner 100% kerak. Mebel biznesini dizaynersiz tasavvur qilish qiyin, chunki uni hisoblash kerak, narxini chiqarish kerak, mijoz ko'rsatishda dizaynerning o'rni beqiyos. Sotuvchi. Sotuvchini 100% olgan bo'lardim. Mebel biznesini umuman har qanaqa biznessiz sotuv bu yurak hisoblanadi. Usiz o'ladi biznes. Siz biznes boshlasangiz, birinchi kimni ishga olgan bo'lardingiz? Izohlarda yozib qoldiring va biznes haqida foydali ma'lumotlar uchun sahifamga obuna bo'ling.